o'tib ketish heytining harpisi edi. Hazreti İsa bu dunyodan ayrılıp otasining yenib ketadigan vaqtning yetib kelganligini bildi. U bu dunyodagi o'z odamlarga bo'lgan mehr muhabbatini burunli ko'rsatgan bo'lib, uning qanchalik cho'nqurligini endi to'liq ko'rsatmoqchidi. Hazreti İsa shogirdi bilan kashf tamoqda birga bo'ldi. Şeytan allaburun Simonning o'g'li Yahuda Ishqariyotning ko'ngliga Hazreti İsa'ni Yahudi oqsoqoliga tutib berish vasvasasini solgan edi. Hazreti İsa otasining hamma huquqni o'ziga omonat qilganligini, otasi Xudoning yenidan kelib, Xudoning yeniga ketadiganligini biladi. U dasturxondan turib, to'nini yeyishib, bir lo'ngi bilan belini bog'ladi. Ondan bir javurga su quyib, shogirdlarning putlarini yuyishga ve belgi bağlanan löngü bilen ertip kurutuşqa başladı. Növət Simon Petrus kelgende Petrus, "Ey Rabbim, putumni siz yursunuz, qandaq bo'g'ini?" dedi. Hazreti İsa onunğa, "Nemi qılıvatqınımni hazır tushunmaysan, lekin keyin tushunasan" dedi. "Men putumni hargiz sizga yug'izmayman" dedi Petrus. "Putingni yumsam, sen men bilan birga bo'lolmaysan" degan javobni qaytardi Hazreti İsa. Simon Petrus, "Hey Rabbim, undaqda putlarimni emas, qo'llarimni, beshimni yug'aysiz" dedi. Hazreti İsa onunğa, "Yunub bo'lgan odamning qayta yunishining hojati yo'q. Faqat putlarini yusila, butun a'zosi pok bo'ladi. Sizlarmi gunohlaringlardan pok, lekin hammanglar emas" dedi. Hazreti İsa o'zini kimning tutib berdiganligini biladi. Shuning uchun u hammasininglar pok emasligini degan edi. Hazreti İsa ularning putlarini yuvib bo'lgandan keyin to'nini kiyib, yana dasturxonga o'tirdi ve ularga undaq dedi. "Sizlar nemi qilganligimni tushundinglarmi? Sizlar meni Rabbim ve ustozim deysizlar. Rost aytsizlar. Amaliyotdimi shundaq. Men Rabbinglar ve ustozinglar turuqliq putlaringlarni yuvgandikin, sizlarmi bir-biringlarning putlarini yuyishinglar kerak. Bu sizlarningmi menga o'xshash boshqalarga xizmat qilishinglar uchun ko'rsatgan ulgamdir. Bilib qo'yinglarki, qul xo'jayindan ustun turmaydi. Elchimi o'zini avatkuchidan ustun turmaydi. Bu ishlarni bilgan ekansizlar, sizlarmi shundoq qilsanglar, naqadar baxtliksizlar. Sizlar gunohlaringlardan pok degan so'zim hammanglarga qartilgan emas. Men talg'alarimni bilaman, lekin muqaddas yozmalarda oldin aytilgan, men bilan hamdastqon bo'lib, yenimni yegan do'stim mendan yuz o'rdi degan bu so'z amalga oshirilishi kerak. Sizlarga bu ish yuz berishdan avval aytib qo'yayki, u ishlar yuz berganda mening mengu bo'g'ichi ekanligimga ishonasizlar. Yana shuni bilib qo'yinglarki, men avatgan har qanday bir kishini qabul qilganlar meni qabul qilgan bo'ladi. Meni qabul qilganlar bo'lsa, meni avatkichi Xudoni qabul qilgan bo'ladi. Hazreti İsa bu so'zlarni qilgandan keyin qattiq azoblangan holda o'chig'ini aytdi. Bilib qo'yinglarki, oranglarda biraylar menga sotqinlik qiladi. Shogirdlar kimni davatqanligini tushunmay bir-biriga qarashdi. Hazreti İsa intayin yaxshi ko'rdi deb qaragan shogird uning yenida yonpashlab yotadi. Simon Petrus uningga Hazreti İsa'dan kimni demoqchi bo'lganligini so'rab beqishni ishorat qildi. Shunga u Hazreti İsa'ga yaqin kelib to'van ovozda, "Ey Rabbim, sizga sotqinlik qiladigan kim?" deb so'radi. Hazreti İsa bir kishlab nonni oshq to'girib kimga sunsam shu deb javob berdi. Keyin u nonni oshq to'girib Simonning o'g'li Yahuda Ishqariyotga sundi. Yahuda nonni ilishig'la ichiga shayton kirdi. "Qiladiganingni chopsan qil" dedi Hazreti İsa uningga. Dasturxonda o'tirganlarning hech qaysisi Hazreti İsa'ning Yahudaga bu so'zlarni nima uchun qilganligini tushunmadi.
Ularning o'rtaq puli Yahudada bo'lganlikdan, ba'zilar Hazrati Ayso uningga hechlik narsani elib kel yoki kambag'allarga bir narsa ber demoqchi bo'lsa kerak deb o'ylashdi. Yahuda nonni elibla tashqirga chiqib ketdi. Bu chog' kecha edi. Yahuda tashqirga chiqib ketgandan keyin Hazrati Ayso mundaq dedi: "Endi inson o'g'lining shon sharifi ko'rinadigan vaqt soat yetib keldi. U orqali Xudoning shon sharifi-mu ayon bo'ladi. Xudoning shon sharifi u orqali ayon bo'lgan ekan, Xudo o'zi-mu inson o'g'lining shon sharifini darhol ayon qiladi. Bolalarim, mening endi sizlar bilan birga bo'lgan vaqtim oz qoldi. Keyin sizlar meni izlaysizlar, lekin Yahudi oqsoqollarga aytganimdek, sizlarga aytmanki, men bordigan yerga sizlar bora olmaysizlar. Hozir sizlarga yangi bir amr beraman. Bir-biringlarga mehr muhabbat ko'rstinglar. Sizlarni so'ygunimdek, sizlarmu bir-biringlarni so'yinglar. Bir-biringlarga mehr muhabbatinglar bo'lsa, hammanglar sizlarning mening shogirdlarim ekanliginglarni taniydi." Simon Petrus Hazrati Aysodan: "Ey Rabbim, qayerga borasiz?" deb so'radi. "Men ketadigan yerga hozircha agishib bora olmaysan, lekin keyin borasan" deb javob berdi Hazrati Ayso. Petrus uningga: "Ey Rabbim, nima uchun hozir sizning kayningizdan bora olmayman? Siz uchun jinim pido" dedi. Hazrati Ayso mundaq dedi: "Men uchun rostinla jining pidomi? Bilib qo'yginki, o'ras chillashdan burun sen mendan 3 qitim tonisan."